Yetimlarga Allohning roziligi uchun taom berish jannat ahlining sifatidir. Hozirgi oyat karimada ham eng birinchi yaxshilik qilish ota-onadan boshlanadi. Qarindoshlar, ularning qatorida yetimlar zikr qilinyapti. Bu ham yetimlarga mehr ko'rsatish, ularga xayrot, sadoqat qilish muhim amal ekanligidan nishonadir. Robbimiz kalomida miskinlar va yetimlarga o'zlari yoqtirgan taomni taqdim qiluvchi kishilarni maqtaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan va yatiman va asira. Taomni esa suyib tursalar-da o'zlari yemasdan miskin, yetim va asirlarga yedirarlar. Inson surasi 8-oyat. E'tiborli jihati shundaki, Alloh taolo bu oyatda yetimni alohida zikr qilyapti. Zero yetim nafaqat moddiy yordamga, balki mehr muhabbatga va e'tiborga ham muhtojdir. Shuning uchun unga qilingan yaxshilik Alloh taoloning nazdida o'ta yuqori qadrlanadi. Musulmon kishining yetimni xo'rlashi, unga past nazar bilan qarashi yoki uni holidan befarq bo'lishi katta gunoh hisoblanadi. Alloh taoloning buyuk hikmati bilan Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham yetimlikda voyaga yetganlar. Bu haqda Robbimiz kalomida xitob qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Alam yajidika yatiman fa'awa. U seni yetim holida topib boshpana bermadimi? Zuho surasi 6-oyat. Payg'ambarimiz alayhisalomning yetimlikda o'sganlari har bir musulmonga katta ibratdir. Yetimlikni alamini tatib ko'rgan Rasululloh alayhisalom umrlari davomida yetimlarga alohida mehr ko'rsatdilar. Ularning haqlarini himoya qilishga chaqirdilar va buni ummatlari uchun ham doimiy vasiyat qilib qoldirdilar. Shu bois yetimga g'amxo'rlik qilish nafaqat ijtimoiy burch, balki Payg'ambarimiz alayhisalomning sunnatlariga ergashish hamdir. Zero u zot yetimni qalbidagi dard va sog'inchni ham, shuning uchun Payg'ambarimiz alayhisalom yetimni qalbidagi dardni va sog'inchni ham his qilardilar.